Agar inson tanasidagi barcha hujayralarning DNK zanjirini bir chiziqqa yozib chiqsa, uning uzunligi Quyosh tizimidagi eng chekka sayyora Plutongacha borib, yana ortga qaytishga yetadi. Bizning organizmimiz ana shunday sirli mo'jizalarga to'la. Biroq koinot qadar cheksiz va mukammal bo'lgan ushbu tizimni ko'zga ko'rinmas mitti viruslar va xavfli infeksiyalar soniyalar ichida vayron qilishi ham mumkin. Assalomu alaykum. O'z sog'lig'ining muhofazasiga befarq bo'lmagan aziz tomoshabinlar, OKMK TVda salomatlik saboqlari davom etadi. Bu galgi ko'rsatuvimiz orqali o'zimiz va jajji farzandlarimiz hayotini xavfli viruslardan asraydigan eng qudratli qalqon vaksinalar haqida gaplashamiz. Tibbiyot taraqqiyoti davomida hattoki butun shahar aholisining qirg'in barotiga sabab bo'lgan kasalliklarning ham oldini olishga yordam bergan ushbu kashfiyot haqida xalq orasida turlicha qarashlar mavjud. Kimdir uning foydali jihatlari haqida gapirsa, yana kimdirlar bunga shubha bilan qarashadi. Mazkur qarama-qarshiliklarga oydinlik kiritish maqsadida soha mutaxassisiga murojaat qildik. Bugun insoniyat tarixidagi eng buyuk tibbiy yutuqlardan biri vaksinalar haqida suhbatlashamiz. Vaksina bu organizmni ayrim xavfli yuqumli kasalliklarga qarshi oldindan himoya qilish uchun qo'llaniladigan biologik preparatdir. U immun tizimimizni kasallik qo'zg'atuvchisini tanishga o'rgatadi va natijada keyinchalik haqiqiy infeksiya organizmga kirganda immun tizimi uni tezda zararsizlantira oladi. Nega chaqaloq dunyoga kelishi bilan ilk tibbiy muolajalardan biri aynan vaksina bo'ladi? Chunki chaqaloq tug'ilgan zahoti uni o'rab turgan dunyo millionlab bakteriyalarga va viruslarga to'la. Uning immun tizimi hali to'liq shakllanmagan. Shuning uchun tug'ruqxonadayoq beriladigan vaksinalar bolaning hayotidagi ilk himoya qalqonini yaratadi. Afsuski, bugungi kunda uchraydigan eng katta muammolardan biri vaksina kursini chala qoldirishdir. Ba'zi ota-onalar birinchi yoki ikkinchi dozani olib, keyingilarga kelmay qo'yishadi. Natijada immunitet to'liq shakllanmaydi va bola himoyasiz qoladi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda dunyo bo'yicha 13,5 million bola umuman birorta ham vaksina olmagan. Yana millionlab bolalar esa emlash kursini oxirigacha yakunlanmagan. Bu esa qizamiq, ko'kyo'tal, poliomiyelit kabi oldini olish mumkin bo'lgan kasalliklarning yana qayta ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Bolalik davrida eng muhim emlashlardan biri hisoblangan AKDS vaksinasi haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. AKDS bu adsorpsiyalangan ko'kyo'tal, difteriya va qo'qshol kasalliklariga qarshi kombinatsiyalangan vaksina hisoblanadi. Yana bitta vaksina orqali bola bir vaqtning o'zida 3 ta xavfli yuqumli kasalliklardan himoyalanadi. Ushbu vaksina O'zbekiston milliy emlash taqvimiga ko'ra odatda bolaning 2 oyligida birinchi doza, 3 oyligida ikkinchi doza hamda 4 oyligida 3-doza sifatida yuboriladi. Keyinchalik 18 oyligida himoya kuchini mustahkamlash maqsadida qayta doza, ya'ni revaksinatsiya qilinadi. Ma'lumot o'rnida AKDS vaksinasi tibbiyot amaliyotiga 1940-yillar oxirida keng joriy etila boshlagan. Keyinchalik dunyoning ko'plab davlatlarida, jumladan O'zbekistonda ham milliy emlash taqvimiga kiritildi. Natijada ushbu vaksina tufayli ilgari bolalar hayotiga jiddiy xavf tug'dirgan ko'kyo'tal, difteriya va ayniqsa qo'qshol kasalliklari bugungi kunda anchagina kamaydi. Deyarli uchramaydi desak ham bo'ladi. Shuni alohida qayd etib o'tmoqchimanki, bu vaksinani olmagan bolalar ko'kyo'tal kasalligiga chalinganda eng kamida 6 oydan 1 yilgacha yo'talib, bo'g'ilib yurishi yoki bexosdan mix kirib, qaychi bilan qo'lini kesib olganda qo'qshol bilan kasallanib, ko'p holatlarda bu xastalik o'lim bilan yakunlanishi ham mumkin. Bugungi kunda emlash tufayli har yili dunyo bo'yicha 4-5 millionga yaqin insonning hayoti saqlab qolinadi. Bu tibbiyot tarixidagi eng samarali profilaktik usullardan biri hisoblanadi. Har daqiqada 6 ta hayot, ya'ni bu olimlarning hisob-kitobiga qaraganda oxirgi 50 yil ichida emlashlar 154 milliondan ortiq inson hayotini saqlab qolgan. Bu o'rtacha har daqiqada 6 nafar insonning hayoti vaksinalar tufayli saqlanib qolmoqda degani. Shu sababli farzandingizni profilaktik emlash jarayonlariga befarq bo'lmang.
Bolajonlarni emlash jarayonlari havo harorati yuqori, issiq kunlarda amalga oshirilsa, ularning parvarishida bir necha qoidalarni unutmaslik lozim. Yozda organizm suvsizlanishga moyil bo'ladi. Bu esa tana harorati ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Shu bois farzandingizga odatdagidan ko'ra ko'proq toza suv yoki ona suti bering. Bolaga faqat tabiiy matolardan tikilgan, keng va havo o'tkazadigan kiyimlar kiydirish kerak. Chunki sun'iy matolar tanani qizdirib, emlash o'rnida allergik reaksiyalar yoki qizarishni kuchaytirishi mumkin. Emlashdan keyingi dastlabki 2-3 kunda bolalarni to'g'ridan-to'g'ri quyosh tig'ida olib yurmaslik, sayrlarni faqat ertalab yoki kechki salqinda tashkil qilish kerak. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda va ba'zi ota-onalar orasida yoz oylarida bolaga vaksina qildirish mumkin emas, issiqda privivka og'ir o'tadi degan gaplar ko'p uchramoqda. Afsuski, bu ilmiy asosga ega bo'lmagan noto'g'ri fikrdir. Avvalo shuni aytish kerakki, dunyoning birorta nufuzli tibbiy tashkiloti yoz faslini emlash uchun qarshi ko'rsatma sifatida keltirmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tavsiyalarida ham, O'zbekiston milliy emlash taqvimida ham vaksinalar faslga qarab emas, bolaning yoshiga qarab belgilanadi. Ko'pchilik yoz issiq, bola qiynaladi deb o'ylaydi. Aslida esa issiq havo vaksina samaradorligini kamaytirmaydi. Muhimi, emlash to'g'ri saqlangan vaksina bilan sog'lom bolaga va shifokor ko'rigidan keyin amalga oshirilishidir. Yozning o'zi emlashni kechiktirish uchun sabab emas. Agar yozda vaksina qilish mumkin bo'lmaganda edi, yilning 12 oyi issiq bo'ladigan arab davlatlaridagi millionlab bolalar umuman vaksina olishmasmidi? Albatta yo'q. Chunki vaksina faslga emas, bolaning yoshiga qarab qilinadi. Nega aynan o'z vaqtida emlash juda muhim? Chunki har bir vaksinatsiya jadvali bolaning eng himoyasiz davri hisobga olinib ishlab chiqilgan. Agar ota-ona yoz o'tsin, keyin qilamiz deb bir necha oy kutsa, bola aynan shu davrda ko'kyo'tal, qizamiq, poliomiyelit yoki pnevmokok infeksiyalarga qarshi himoyasiz qoladi. Shuning uchun xalqaro mutaxassislar vaksinalarni kechiktirishning foydasi yo'qligini, aksincha kasallanish xavfi oshirishini ta'kidlaydi. Hurmatli ota-onalar, ijtimoiy tarmoqlardagi har qanday tavsiyalarga emas, ilmiy manbalarga va shifokor tavsiyasiga ishoning. Bir necha daqiqalik emlash bolangizni yillar davomidagi og'ir kasalliklardan himoya qilishi mumkin. Shuni unutmang, yoz fasli vaksina uchun qarshi ko'rsatma emas. Qarshi ko'rsatma bu bolaning ayrim tibbiy holatlari bo'lishi mumkin va bunga faqatgina shifokor baho beradi. Bolajonlarimizning sog'lig'i o'z vaqtida qilingan emlashdan boshlanadi. Unutmang, farzandingiz salomatligiga siz mas'ulsiz. Vaksinalar borasidagi xulosa har bir insonning shaxsiy tanlovidir. Biroq ko'r-ko'rona qilingan qaror sabab o'zingiz va jondan aziz farzandingiz salomatligiga ziyon yetkazmang. Ko'rsatuvimiz orqali oz bo'lsa-da sizning tibbiy savodxonligingizni oshirgan, ko'nglingizdagi shubhalarga ilmiy javob topa olgan bo'lsak, maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Navbatdagi dasturlarimiz orqali ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.